uzoq o'tmishda bo'lgan bir voqea. Buni ham internetda eshitdim va sizlarga ilonaman. Bir yigit o'zini chorva mollari uchun yemish olish uchun bir joyga ketyapti va yo'lda bir yoshi ulug' otaxonni uchratadi. Otaxon so'rasa aytadiki, shu mollarimga deydi, yemish olishim kerak. Shunga ketyapman. Otaxon aytadiki, borganda faqat ehtiyot bo'lgan. U sotuvchi sal mohirroq. Aldanib qolmagan. Ustamonroq. Ya'ni yutqizib qo'ymagan. Ehtiyot bo'lgan deydi. Yigit aytadi, "Ha, bir boraychi oldin, qani kim mohir, kim ustamon, kim aldanib qoladi, kim yutqizadi, keyin ko'ramiz" deydi. Va yo'lda ketayotib o'ylaydi. Hozir boraman, o'sha meni qopimga solayotgan yemishlarga yaxshilab e'tibor berib turaman, yaxshilarini solishiga va taroziga qarab turaman, tarozidan urmaslikka. Va boradi, eshikni taqillatadi, sotuvchi eshikni ochadi, "Keling, xizmat" deydi. Yigit aytadi, "Menga shu chorva mollarim uchun yemish kerak." Aytadiki, "Mana shu hovlidan kirasiz, hovlining bir burchagida xohlagan o'sha mollaringizga yemish bor. O'zingiz kirasiz, tanlaysiz va yonida tarozi bor, taroziga qo'yib tortasiz, olib chiqib ketavering. Necha kilo kerak? 15 kilo. Pulini bering." Pulini beradi, haligi odam kiradi ichkariga. Borsa haqiqatan har xil yemishlar, yonida tarozi. U 15 kilo emas, 22 kilo yemishni solib, taroziga tortib, olib chiqib ketayotganda sotuvchi aytadiki, "Oldingizmi?" "Oldim." "15 kilomi?" "15 kilo." "Alloh baraka bersin, salomat bo'ling" deydi-da, kuzatib boradi. Haligi yigit xursand, yana o'sha yo'ldan uyiga qaytyapti, boyaga otaxonni uchratadi va aytadiki, "Siz menga uni ancha mohir dedingiz, ustamon dedingiz, aldanib qolmadi dedingiz, yutqizib qo'ymadi dedingiz. Vaholanki men undan mohir ekanman. Men emas, u aldandi. Nega? Bordim, 15 kiloga pul to'lab, 22 kilo o'zim taroziga qo'yib, tortib, olib chiqib ketdim. U hattoki chiqib ketayotganda tekshirmadi ham" deydi. Shunda otaxon aytadiki, "Ha, men aynan shu narsani nazarda tutib aytgandim. Ya'ni men bilardim, u odam seni o'zi ichkariga kiritib, o'zing tanlab, o'zing taroziga qo'yib tortib olib chiqib ketishingni va u odam chiqib ketayotganingda seni qopingni tekshirmasligini men bilardim. Endi o'ylab ko'r. Yutqazgan aslida kim? Umi yoki birovni haqqini olib kelayotgan senmi?" Xulosa o'zimizdan.